Forest School tanlashimga yoqqan sababi bularni qadriyati, o'qituvchilarni bilim darajasi, to'garaklari menga ma'qul bo'lgandi va mana hozirga kelib men o'zimni tanlovimdan adashmaganimni bildimki, qizimda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Xususan shaxmatga qiziqishi, shaxmatdan uni qobiliyati borligi uni mana shu Forest School'da ma'lum bo'ldi va u shu to'garaklarda birinchi o'rinni olishi orqali buni isbotladi. Menga bu bitta juda katta Marjonaning yutug'ini, uni qobiliyatini anglashga yordam berdi. Undan tashqari o'qishlarida, bilim olishi, maktabga qiziqishida katta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. U o'qish kuni bo'ladimi, hattoki o'sha shanba kunlari yoki yakshanba kunlari ham tadbir boshqalar bo'lganda ham uni maktabga kelishga qiziqishi ortdi. Bu bo'lsa nima deydi, bolani maktabga qiziqishi ortgani uni o'qishga bo'lgan ijobiy o'zgarishlari, fanlarni o'zlashtirishda ham o'z ijobiy natijasini ko'rsatdi. O'qishlarida o'sish sezildi. Keyin men o'sha o'qituvchilarni o'zini ustida ishlashi, ularni bolaga ta'lim berishda yangi metodlarni qo'llashini ham men bu ijtimoiy tarmoqlarda yoki o'sha dars materiallarini tashlab turishganlarda buni bir necha bor guvohi bo'lyapman va menga darslardan qanoatlanaman, yaxshi va buni boshqa yangi keladigan ota-onalarga ham tavsiya qilib qolaman.